Uchta tuxumlarni chaqamiz, 1 stakan shakar qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. 1 stakan yog'ni ham qo'shamiz. Aralashtirib, xuddi shu stakanimizda 4 stakan un solamiz. 1 choy qoshiq razlixitel qo'shib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir tayyorlaymiz. Xamirlarni tindirib o'tirish shart emas. Pechenyelarimizdagi tez-tez forma berib pishirish uchun jo'natamiz. 4 xil ko'rinishdagi va mazadagi pechenyelarni tayyorladim. Birinchisi shakarli, ikkinchisi qovoq urug'li, uchinchisi magizli va to'rtinchisi oddiygina pechenye. Ko'rinishlari shunaqa chiroyli chiqadi. Hammada 100% o'xshaydi. Tayyor bo'lgan pechenyelarni pishirish uchun jo'natamiz. Bu vaqt mobaynida men sevib ishlatadigan Bavi super очистительlarim bilan kundalik foydalanadigan krujkalarimizni tezda zararsizlantirib oldim. Bavi bilan dog' va chirklarni ketkizsanglar bo'ladi. Doimo foydalanadigan krujka va qoshiqlarni zararsizlantirib olsanglar bo'ladi. Shu vaqt mobaynida pechenyelarimiz ham pishib chiqdi. Kam xarjgina, osongina pechenyeimiz tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, yaqin tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.